Salom. Uzoq tanaffuslardan so'ng 12-kanal yana efirda. Bugungi videoda biz Ukraina Rossiya urushida Rossiyaning ehtimoliy g'alabasi, Tramp prezidentligi ostida dunyo tartibi qanday o'zgarishi haqida gaplashamiz. E'tibor qiling, ushbu video harbiy va siyosiy tahlilchilarning fikrlarini jamlagan holatda tayyorlanmoqda. Va endi tasavvur qilaylik. Rossiya armiyasi Ukraina urushida g'alaba qozondi. Kiyev qulab tushdi. Zelenskiy chet elga qochdi. Ukraina armiyasi taslim bo'ldi. Rossiya o'zining eng katta harbiy g'alabasini nishonlar ekan, butun dunyo larzaga keldi. Ammo bu safar holat o'zgacha. AQShda urush davrida hokimiyatda bo'lgan Jo Bayden emas, balki Donald Tramp prezidentlik kursisida o'tiribdi. Aynan uning davrida Rossiya g'arb sanksiyalarini yorib o'tdi. Ukraina mustaqilligi qulab tushdi va Putin tarixiy revanshga erishdi. Ammo bu g'alaba faqat harbiy jihatdan muhim emas. Bu global geosiyosiy tartibning ag'darilishi, g'arb liberal qadriyatlarining shubha ostiga olinishi va dunyo siyosatining yangi davrga kirganidan dalolat beradi. Endi bu ssenariyda asosiy savollar mana bular. Putin bu g'alabadan qanday foydalanadi? Tramp AQSh siyosatini qanday shakllantirmoqchi? Yevropa qanday parokandalikka yuz tutadi? Zelenskiy va Ukraina qanday fojiaviy yo'ldan yuradi? Vladimir Putin uchun bu g'alaba nafaqat Ukrainani egallash, balki 1991-yilda qulagan Sovet ittifoqining ruhini qayta tiklash hamdir. U urush boshlanganidan beri G'arbni doimiy ravishda ikkiyuzlamachi, mustamlakachi, Slavyan dunyosiga tahdid soluvchi deb ta'riflab kelar edi. Endi esa u o'z tezislarini harbiy kuch bilan tasdiqlab oladi. Putin Kiyevni egallaganidan so'ng butun dunyo bo'ylab translyatsiya qilinadigan ehtimoliy nutqida mana bunday gaplar bo'ladi. Bu g'alaba Rossiyaniki emas, bu haqiqatning, tarixning, o'zligini yo'qotmagan millatlarning g'alabasidir. G'arbning o'z qoidalarini boshqa xalqlarga zo'rlab tiqishtirish zamoni tugadi. Endi kuchli, suveren va an'analarni qadrlovchi davlatlar davri boshlandi. Putin Rossiyani global avtoritar ideologiyaning tayanchi sifatida ko'rsatadi. U Xitoy, Eron, Shimoliy Koreya, Belarus kabi davlatlar bilan yaqinlashadi. G'arb tartibiga qarshi suveren davlatlar ligasini ilgari suradi. Uning ta'siri postsovet makonida keskin ortadi. Moldova, Ozarbayjon, Markaziy Osiyo davlatlari Kremlga qaramroq bo'lib qolishi mumkin. Tramp 2024-yilda Jo Baydenni mag'lub etib, ikkinchi bor Oq uyga qaytdi. Saylov kampaniyasi davomida u Ukrainaga har qanday yangi yordamni tanqid qilgan. Avval Amerika shiorini qayta ko'tarib chiqqan edi, ammo prezident bo'lgach u yordamni butunlay to'xtatmadi, balki sekinlashtirdi, shart qo'ydi, byurokratik jarayonlar bilan cho'zdi. U G'arbning lideri sifatida Rossiyaga qarshi kuchli siyosiy front yarata olmadi. Tramp harbiy yordam paketlarini Kongress orqali o'tkazishda qiynaldi va Rossiyaning yozgi hujumlari fonida yordam kechikdi. Ukraina front chizig'i kuchsizlandi. Rossiya esa bu vaziyatdan foydalanib qoldi albatta. Tramp o'zining siyosiy chiqishlarida shunday degan: "Men urushni to'xtatish tarafdoriman. Bu urushni men boshlamaganman. Endi bu mojaroda eng asosiysi tinchlikka erishish va Amerika xalqining manfaatlarini himoya qilishdir." Uning bu pozitsiyasi AQSh ichida qabul qilindi, ammo xalqaro miqyosda Amerika liderligining pasayishiga olib keldi. Tramp realpolitik yo'liga o'tdi. Kuchli G'arb, kuchli ittifoqlar emas, balki mustaqil, izolyatsion siyosat yurita boshladi. Rossiyaning g'alabasi Yevropa ittifoqi uchun to'satdan beriladigan og'ir zarba bo'ladi. Urush mobaynida milliardlab yevro mablag' ajratilgan, energiya sanksiyalari joriy etilgan, harbiy texnika yuborilgan edi. Ammo bularning bariga qaramay, agar Ukraina urushda g'alaba qozona olmasa va Rossiyaning qo'li baland kelsa, bu Yevropa ittifoqi uchun juda og'ir oqibatlarni keltirib chiqaradi. Fransiyada Marine Le Pen yetakchiligidagi millatchi kuchlar kuchayib, Yevropa yordamlarini pulni shamolga sovurish deb atay boshlaydi. Germaniyada koalitsiya hukumati qulab tushadi. Polsha va Boltiqbo'yi davlatlari esa Rossiyadan kelayotgan harbiy tahdidlarga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi. Bu mag'lubiyat Yevropa birligiga bo'lgan ishonchni yemiradi. Ko'plab saylovchilar Ukrainaga yordam berib nima foyda bo'ldi degan savollar bilan mitingga chiqa boshlaydi.
Propaganda frontida esa Rossiya o'zining g'arb zaif, harakat qilishga layoqatsiz degan narrativini ustalik bilan targ'ib qila boshlaydi. Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy urushning ilk kunlaridan boshlab butun dunyo bo'ylab demokratiya uchun kurashayotgan qahramonga aylangan edi. Ammo urushning ikkinchi yarmida u tobora yolg'iz qoldi. G'arbdan kelayotgan yordam sust, ichki resurslar tugab borgan sayin u xalqaro maydonlarda yordam so'rab chiqaverdi, lekin natija bo'lmadi. 2025-yilda agar Rossiya Kiyevni qamal qiladigan bo'lsa, Zelenskiyning Yevropa maxsus kuchlari yordamida Polshaga olib chiqilish ehtimoli yuqori. U Berlinda muhojirlikda bo'ladi, lekin siyosiy kelajagi noaniqligicha qoladi. Uning ramz sifatidagi nufuzi esa so'nib boradi. Ukrainaning taqdiri bo'lingan, ishdan chiqqan davlat. Rossiyaning g'alabasidan so'ng Ukraina de facto bo'linib ketadi. Sharqiy hududlar Donbass, Qrim, Zaporojye va Odessa Rossiyaga to'liq qo'shiladi. Markaziy Ukraina Rossiya parchalab tashlagandan so'ng ishg'ol ostida qoladi. G'arbiy viloyatlar Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk NATOning himoyasi ostidagi tampon hudud bo'lib qoladi. Ukraina rasmiy jihatdan davlat sifatida mavjud bo'lsa-da, amalda siyosiy, iqtisodiy va harbiy jihatdan falokatga uchraydi. Uning armiyasi yo'q qilinadi. Hukumat muhojirlikda, iqtisod butunlay g'arb yordami bilan bog'langan. Suverenitet esa faqat qog'ozda qolgan. Bu g'arb demokratiyasining fojiali mag'lubiyatidir. Ukraina demokratiya nomidan kurashib tashlab ketilgan davlatga aylanadi. Rossiyaning Ukrainadagi ehtimoliy g'alabasi bu nafaqat geosiyosiy o'zgarish, balki tarixiy saboqdir. Bu g'arb demokratiyasining bo'sh ifodalari, zaif harakati, ichki siyosiy tortishuvlari va kechikkan reaksiyalarning natijasidir. Ukraina xalqi bu urushda yolg'iz emas edi, lekin yakunida yolg'iz qoldi. Ular demokratiya uchun kurashdilar, ammo demokratiya ularni himoya qila olmadi. Tarix shunday yoziladi. Bir xalq erkinlik uchun kurashdi. Ular butun dunyodan yordam kutdi, ammo oxir oqibatda ular yolg'iz edilar. Rossiyaning Ukrainadagi ehtimoliy g'alabasi bu nafaqat bir davlatning yutug'i, balki butun xalqaro tartibning ag'darilishi, tarixiy kuch muvozanatining qulashi hamdir. Bu g'alaba Kiyev bayrog'ining yerga tushishi, Zelenskiyning xorijga muhojirlikka ketishi, Ukraina armiyasining taslim bo'lishi bilan ramziy ma'noda tarixga kirgan bo'lsa-da, bu o'ziga xos so'nggi jang emas. Asl geosiyosiy tahdid endi boshlanadi. Chunki bu g'alaba Rossiyani ruhlantiradi, G'arbni esa dovdiratadi. NATO esa tarixdagi eng kuchli harbiy alyans mana shunday vaziyatda o'zining eng noaniq strategik sinoviga duch keladi. Rossiya bilan urushish kerakmi yoki yo'q? Rossiyaning Ukrainadagi yutuqlari Vladimir Putinga nafaqat harbiy qudratni, balki diplomatik va mafkuraviy ustunlikni ham beradi. Kreml endi G'arbning tanazzulga yuz tutgan liberal demokratik tamoyillarni ochiqchasiga masxaralay boshlaydi. Biz kuch bilan kelamiz, ular esa press-reliz bilan degan sovuq va achchiq hazil Moskvadagi doiralar orasida siyosiy zarafshonlik sifatida yurgiziladi. Endi Rossiyaning ko'z o'ngida yangi nishonlar bor. Boltiqbo'yi davlatlari, Moldovadagi Dnestrbo'yi, Gruziya va hatto NATO bilan bevosita chegaradosh Polsha. Ukraina urushidagi muvaffaqiyat Kremlga shuni isbotlab berdi. G'arb og'riqni ko'rmaydi, kuchga keskin javob bera olmaydi va ichki siyosiy xaos sabab strategik bir fikrga kela olmaydi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, NATO ichida hamon yirik harbiy kuchlar bor. Buyuk Britaniya, Turkiya, Fransiya bu davlatlar Rossiyaning tajovuziga qarshi tura oladi. Ular gibrid tahdidlarga razvedka, kontrdiversiya va iqtisodiy choralar bilan javob qaytarishga urinadi. Ammo bu choralar Rossiyaning propagandasini to'xtata olmaydi. G'arb zaif, AQSh sizni himoya qilmaydi. NATO faqat qog'ozdagi alyans degan ritorika Belarus, Ozarbayjon, Serbiya va hatto ayrim Yevropa davlatlarida kuchaya boshlaydi. Shu sababdan Rossiya bilan NATO o'rtasida yadro harbiy to'qnashuv ehtimoli hozircha past bo'lsa-da, gibrid urushlar, qirg'oqbo'yi provokatsiyalar, elektron urush va razvedka to'qnashuvlari allaqachon boshlangan desak xato bo'lmaydi. Bu sokin urush oxir oqibatda haqiqiy o'q otishga aylanishi mumkin, ayniqsa biror NATO askari halok bo'lsa yoki Rossiya NATO hududiga bevosita zarba bersa. O'sha zahoti tarixiy portlash ro'y beradi.
Xulosa shuki, Rossiyaning Ukrainadagi g'alabasi bu urushning yakuni emas, bu yangi global urushning eshigi ochilganidir. NATO qaror qabul qilishi kerak. Xavfsizlik kafolati chindan ham mavjudmi yoki bu faqat siyosiy afsona bo'lib qolaveradimi? Agar NATO bir ovozdan qat'iy qaror qabul qila olmasa, bu butun alyans tarixidagi eng katta siyosiy halokatga aylanadi va bu halokat dunyoni yadro soyasi ostidagi asrga olib kiradi.